shunaqa shirin oziq-ovqatki, yesalaringiz baxtlilarga ishda yengil bo'lasiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qashqadaryoning shunaqa chiroyli, go'zal joylariga Surxon qizi bugun mehmonda. Ziyoratlarimizni qabul qilganimiz uchun Allohning o'zi sanoat qilsin. Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Mayli. Sizlarga ham ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Inshaalloh Surxondaryoga tashrif buyuring. Mehmonimiz bo'lasiz. Mayli. Xudo xolasa ko'rishguncha yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bir bor bizni kuzatib ketganlar. Mana men Qashqadaryoni ziyorat joylariga aylanib sizlar bilan baham ko'rib yuribman. Allohga shukrki, bitta duodan chiqolmagan zinalardan yugurib o'chib chiqib ketdim. Alloh hammamizga kuch-quvvat bersin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Like bo'lsin, podpiska bo'lsin, bizga obuna bo'lib, manzaralarni men orqali ko'rayotganlaringdan juda xursandman. Bu manzarani nima deydi? Bahosi yo'q, til ojiz. Qanaqa sizlarga tushuntirib berishni bilmayman, o'zim ko'zlarim bilan ko'rganlaringga kelmaydi. Hammalarning shu ziyorat joyiga taklif qilaman. Kelinglar. Bu qayerda o'ylasangiz, Qashqadaryoni Hazrat Bashir azizlar joyida turibmiz. Mana shu dam ola qanaqa ziyorat joy. Qashqadaryoliklar bo'lsa, bizni kuzatib borayotganlar bo'lsa, yanada kamlikka yoritib ketadi. Shunchaqa go'zal, til ojizda. Qancha gap qilardim, shuncha gapni yo'qotib qo'ydim. Bunaqa go'zallik til ojiz. Qo'llab-quvvatlash bo'lsa, obuna bo'lib. Bu manzaralar, mana shu ziyorat joylari sizlar ham baham ko'rayotganda juda baxtliman. Surxon qiziga obuna bo'linglar. Kuzatib borsalaringiz inshaalloh bundan ham chiroyli joylarda sizlar bilan ulashaman degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlanglar. Ziyoratlarimiz qabul bo'lsin, bizni kuzatayotganlar, obuna bo'lsa ham sizlarga ham mashaq shu aziz ziyorat joyiga sizlarga ham taklif qilaman. Inshaalloh ko'rishamiz. Kelib kuzatib, ziyorat qilgan insonlar bo'lsa, bizni kuzatuvchilar ichida men bilmagan narsalar kamlikka to'ldirib, yoritib borasizlar. Lekin chunki men rosa ko'p gap bilardim. Bu joylarni ko'rib, nima deydi? Ziyorat joyini ko'rib, til ojizdi. Shunaqa mazza qilyapman. Gulbahor opamizni duo qilib qo'yinglar. Allohim shu ikkita farzandlari bor ekan. Umrlari uzoq bo'lsin. Pochchamiz bilan qo'sha qarib, hamisha yaxshi kunlariga kelib yurishni bizga Alloh nasib qilsin. Opajonim shunaqa xursand qilyapti. Opamni Alloh xursand qilsin. Rahmat opajon. Bizni baribir kuzatadilar, videolarimizni ko'radilar, like bosadi. Yuzlariga aytyapman, lekin g'oyibona yana bitta aytib qo'yay. Rahmat opa, boringizga shukr. Ziyoratlarimizni Allohning o'zi qabul qilsin. Bir mo'jizani sizlar bilan baholashmoqchiman. Mana bu mo'jiza yerdan buloq qaynab chiqyapti. Bu suvning muzdayligini ichgan odam biladi. Shunaqa mazza suv topish qiyin masala. Kelinglar ziyorat joyiga, suvni qaranglar, qanaqa qaynab chiqyapti, lekin muzday. Til ojiz, buni aytishga til ojiz. Degan inson o'z ko'zi bilan bu suvdan totib ko'rganda mazzasini biladi. Bizni kuzatib boringlar. Bo'lganimda 18 yosh bo'lganimda qaniydi armonlar ishga ketmasdi. Sog'liq qarorga chiqsam qaniydi. Kelinglar, yoshlikda kelinglar. Ziyorat joyiga mazza qilib ketasizlar. Gap yo'qotdilar. Go'zallikka til ojiz, go'zallikka. Bunaqa chiroyli baland tog'larni o'z ko'z bilan ko'rganda boshqacha bo'ladi-da. Sizlarga ta'riflab bera olmayapman. Lekin bu joylar o'z ko'zlaringizdan ko'rganlaringiz kelmaydi.
bizni kuzatib boruvchilar. Oz-oz bo'lsa ham sizlarga ulashayotganimdan voy xursandman. Alloh rozi bo'lsin. Ey hoji onalar, hoji bobolar, bizni qo'llab-quvvatlab, duo qilib turinglar. Alloh nasib qilgan bo'lsa, bundan ham chiroyli joylar sizlar bilan yana bahomlashaman. Agar kanalim, obunachilarim ko'payib, yurishib ketsa, qayerda bo'ladi shunaqa ziyorat joylar? O'sha yerda qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib, g'oyibona bo'lsa ham ko'rsatib boraman degan umiddaman. Sog' bo'linglar.